Bismillah deb sizlarga qishloqqa, ya'ni bolaligimizga qilgan sayohatimiz bir kunligini ko'rsataman. Sizlar ham bolaligingizda shu o'tdan puflab ko'rganmisizlar? Biz qishloqqa xolamnikiga kelganimizda allaqachon xolam patirlarni, pichaklarni xamirini boshlab yuborgan ekan. Ichiga jizzalarni solib, tandirga yopilgan patirni mazasi boshqachada baribir. Bizda bu narsa jizza deyiladi. Kuydirilgan dumba. Sizlarning shevalaringizda nima deyiladi? Opalarim, xolamning qizlari bilan birgalikda maza qilib kulishib, pichaklarimizni tugishni boshladik. Bizlar buni pichak deymiz. Kimdir shevasida pichak deyiladi, yana kimlardir so'qoq somsa deyiladi. Keyin peshin vaqti kirib qolgan ekan, Muhammad Alimizdan azonlarni eshitib, peshin namozini o'qib oldik. Mashhur opam salatlarni qildi, xolam tandirni yoqdi, yana kimdir pichaklarni tandirga yopdi. Moqchihra opam esa tayyor bo'lgan pichaklarning ustiga qaymoqlarni surtdi. Biz mazza qilib yedik.